Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Men bugun sizga aynan ortdan yoshdan oshgan, 20 yoshga yaqinlashayotgan, oltin biriq 15 yosh atrofidagi va pensiyaga chiqish haqida o'ylayotgan odamlar uchun juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Bu oddiy yangilik emas. Bu sizning pensiyangiz, nafaqangiz, mulkingiz, merosingiz. Kredit majburiyatlaringiz, ish stajingiz va davlat xizmatlaridan foydalanishingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin bo'lgan masala. Agar siz hali vaqt bor, mening hujjatlarim joyida. Pensiyaga chiqqanimda o'zim hal qilaman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, aynan shu xato eng ko'p odamni qiynaydi. Yangi qabul qilingan qonun va unga bog'liq tartiblar shuni ko'rsatmoqdaki, endi ko'p masalalar og'zaki gap bilan emas, faqat elektron bazadagi ma'lumot, rasmiy hujjat va tasdiqlangan yozuvlar bilan hal bo'ladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bu ma'lumot sizning o'zingizga ham, ota-onangizga ham, qarindoshlaringizga ham kerak bo'lishi mumkin. Oldin qanday edi? Oldin ko'p odam ish stajini mehnat daftarchasi bilan isbotlardi. Biror tashkilotda 10 yil ishlagan bo'lsa, mehnat daftarchasida muhr bo'lsa, pensiya yoshiga yetganda shu hujjatni olib borib, mana men ishlaganman deb ko'rsatardi. Kadastr, meros, nikoh, tug'ilganlik, familiya o'zgarishi, harbiy xizmat, nogironlik, aliment, soliq qarzdorligi kabi masalalarda ham odamlar ko'pincha qog'oz hujjatga tayanardi. Endi nima o'zgardi? Asosiy o'zgarish shundaki, davlat xizmatlari tobora elektron tizimga o'tyapti. Pensiya tayinlash, nafaqa olish, mulkni rasmiylashtirish, ayrim imtiyozlardan foydalanish, subsidiya, kompensatsiya yoki ijtimoiy yordam olish jarayonida ma'lumotlar avtomatik ravishda bazalardan tekshiriladi. Agar bazada sizning ish stajingiz noto'g'ri ko'rinsa, familiyangiz eski hujjatda boshqacha yozilgan bo'lsa, kadastr ma'lumoti yangilanmagan bo'lsa, soliq yoki kredit bo'yicha qarzdorlik chiqib qolsa, siz men buni bilmasdim deganingiz bilan jarayon to'xtab qolishi mumkin. Men ekspert sifatida eng katta xavfni shunda ko'ramanki, odamlar qonunning o'zidan emas, unga tayyor bo'lmaslikdan zarar ko'radi. Qonun odamlarni tartibga chaqiradi, lekin tayyor bo'lmagan odam uchun bu tartib kutilmagan muammo bo'lib ko'rinadi. Shuning uchun 1-15 yosh oralig'idagi odamlar bugundan hujjatlarini tekshirish kerak. Chunki garchi yoshdan keyin ish staji, sug'urta to'lovlari, pensiya ballari, mol-mulk, oila tarkibi, meros huquqi, sog'liq holati kabi masalalar hayotda ancha jiddiy ahamiyat kasb eta boshlaydi. Birinchi navbatda kimlar xavotir olishi kerakligini aniq aytaman. Agar siz 1990 yillar yoki 2000 yillarning boshida turli tashkilotlarda ishlagan bo'lsangiz, lekin mehnat daftarchangizdagi yozuvlar aniq bo'lmasa, ehtiyot bo'ling. Masalan, odam 1995 yildan 2004 yilgacha zavodda ishlagan. Keyin tashkilot yopilgan. Mehnat daftarchasida muhr bor, lekin tashkilot arxiv hujjatlari topilmasa yoki elektron bazada bu davr ko'rinmasa, pensiya hisobida muammo tug'ilishi mumkin. Natijada 9 yil staj to'liq tan olinmay qolishi, pensiya miqdori kamayishi yoki hujjatlarni qayta yig'ishga vaqt ketishi mumkin. Ikkinchi xavfli guruh norasmiy ishlaganlar. Masalan, bir kishi 15 yil qurilishda usta bo'lib ishlagan, oyiga yaxshi daromad topgan, lekin rasmiy shartnoma bo'lmagan, soliq va ijtimoiy to'lovlar o'tkazilmagan. U kishi 6 yoshga yaqinlashganda men 15 yil ishladim deydi. Ammo tizim rasmiy ma'lumot qayerda deb so'raydi. Mana shu joyda odamning real mehnati bilan rasmiy huquqi orasida katta farq paydo bo'ladi. Uchinchi guruh chet elda ishlagan fuqarolar. Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Janubiy Koreya yoki boshqa davlatlarda yillar davomida ishlagan yurtdoshlarimiz ko'p. Agar u yerda mehnat shartnomasi bo'lgan, sug'urta to'lovlari to'langan, hujjatlar rasmiy bo'lsa, ayrim holatlarda bu davrni tasdiqlash imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin hujjatsiz ishlagan, ish beruvchi bilan shartnoma qilmagan, maoshni naqd olgan odam keyinroq buni isbotlashda qiynaladi. Masalan, 2 yil chet elda ishlagan inson pensiyaga chiqqanda shu 2 yil stajga qo'shilmay qolsa, bu har oy oladigan pensiyasiga ta'sir qiladi. 4-guruh ayollar. Ayniqsa farzand tarbiyasi, dekret ta'tili, ish joyining o'zgarishi, familiya almashishi, nikoh yoki ajrimdan keyingi hujjatlar ayollarda ko'proq uchraydi. Masalan, ayol kishi qiz familiyasida o'qigan, keyin turmushga chiqib boshqa familiyaga o'tgan, keyin ishga kirgan, keyin ajrashib yana familiyasini o'zgartirgan. Agar diplom, mehnat daftarchasi, pasport,
nikoh guvohnomasi va boshqa hujjatlar bir-biriga mos kelmasa, tizimda bu bir odam yoki boshqa odammi degan savol paydo bo'lishi mumkin. Bu mayda ko'ringani bilan pensiya, nafaqa, mulk va meros masalasida juda katta ahamiyatga ega. 5-guruh mulk egalaridir. Uy, yer, dala, hovli, do'kon, garaj yoki boshqa ko'chmas mulk sizning nomingizda bo'lsa, kadastr hujjatlarini tekshiring. Ko'p odam uyda 20 yildan beri yashaydi, lekin kadastr eski maydon noto'g'ri, egasi marhum ota-onasi nomida. Meros ochilmagan yoki qo'shimcha qurilish rasmiylashtirilmagan bo'ladi. Yangi tartiblarda ko'chmas mulk bo'yicha ma'lumotlar elektron bazada aniq bo'lishi kerak. Aks holda sotish, hadya qilish, merosga o'tkazish, garovga qo'yish yoki subsidiya olishda muammo chiqadi. Aniq misol keltiraman. 28 yoshli fuqaroning otasidan qolgan uyi bor. Ota 12 yil oldin vafot etgan, lekin farzandlar merosni rasmiylashtirmagan. Hamma uy baribir bizniki deb yuravergan. Keyin farzandlardan biri uy ulushini rasmiylashtirmoqchi bo'lganda eski kadastr meros ochilmagani boshqa merosxo'rlarning roziligi. Qarzdorlik va hujjatlardagi tafovutlar sabab jarayon cho'ziladi. Agar bu ish oldindan tartibga solinsa, odam bir necha oy sarson bo'lmaydi. Yana bir misol, 12 yoshli erkak pensiya hujjatlarini topshiradi. Mehnat daftarchasida 1984 yildan 1992 yilgacha ishlagan davri bor. Lekin tashkilot nomi o'zgargan, arxiv boshqa joyga o'tgan, muhr o'qilmaydi. Pensiya organi qo'shimcha ma'lumot so'raydi. Odam men ishlaganman-ku deydi. Lekin rasmiy tasdiq kerak bo'ladi. Agar u kishi 70 yoshdayoq arxiv ma'lumotlarini yig'ib qo'yganida edi, pensiya tayinlash paytida qiynalmasdi. Kimlar kamroq xavotir olishi mumkin? Agar sizning ish joyingiz rasmiy bo'lsa, mehnat shartnomangiz bor bo'lsa, soliq va ijtimoiy to'lovlar o'z vaqtida o'tkazilgan bo'lsa, elektron mehnat daftarchangizda ma'lumotlar to'g'ri ko'rinsa, pasport ma'lumotlaringiz, familiyangiz, JSHR raqamingiz, kadastr va boshqa hujjatlaringiz mos bo'lsa, sizda xavf ancha kam, lekin baribir tekshirish shart. Chunki xato doim odamning o'zidan chiqmaydi. Ba'zida ish beruvchi ma'lumotni noto'g'ri kiritadi. Ba'zida eski hujjat bazaga to'lib ko'chmaydi. Ba'zida bitta harfdagi farq ham tizimda muammo beradi. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi noziklik, qonun yoki yangi tartib hamma uchun bir xil ishlaydi. Lekin har bir odamning vaziyati alohida baholanadi. Ya'ni qo'shningizga bir hujjat yetarli bo'lgan bo'lsa, sizga ham shu yetadi degani emas. Qo'shningiz bitta tashkilotda 4 yil ishlagan bo'lishi mumkin. Siz esa 7 ta joyda ishlagansiz. Qo'shningizning familiyasi o'zgarmagan, sizniki o'zgargan. Qo'shningizning uyi kadastrdan to'liq o'tgan, siznikida qo'shimcha qurilish bor. Shuning uchun falonchi shunday qildi degan gapga tayanib qolmang. Ikkinchi noziklik, arxiv hujjatlari eski korxonalar yopilgan, nomi o'zgargan, xususiylashtirilgan yoki boshqa tashkilotga qo'shilgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda ish stajini tasdiqlash uchun arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. Men ko'p odamda shuni ko'raman. Pensiyaga 2 oy qolganda arxiv qidirishni boshlaydi. Bu juda kech. Chunki arxiv ma'lumotnomasi bir kunda chiqmasligi mumkin. Ba'zida qaysi arxivda saqlanishini topishning o'zi vaqt oladi. Uchinchi noziklik, qarzdorliklar. Ayrim odamlar soliq, kommunal to'lov, aliment, kredit yoki jarima bo'yicha kichik qarzdorlikni ahamiyatsiz deb o'ylaydi. Lekin rasmiy xizmatlarda qarzdorlik ko'rinib qolsa, ayrim amaliyotlar to'xtashi yoki cheklanishi mumkin. Masalan, mol-mulkni boshqa shaxs nomiga o'tkazish, garovdan chiqarish, ayrim imtiyozlardan foydalanish yoki ijro hujjatlari bilan bog'liq jarayonlarda qarzdorlik jiddiy muammo bo'ladi. Shuning uchun 5 yil oldingi jarima esdan chiqqan degan gap keyin katta noqulaylikka aylanishi mumkin. 4-noziklik, meros va oila a'zolari. Qartimsa 35 yoshdagi odamlar ko'pincha ota-onasidan qolgan mulk, o'z farzandlariga o'tkaziladigan uy, turmush o'rtog'i bilan umumiy mulk, ajrimdan keyingi ulush kabi masalalarga duch keladi. Qonuniy nikoh, ajrim, merosxo'rlar soni, vasiyatnoma bor yo'qligi. Uy kimning nomida ekani aniq bo'lmasa, oddiy ko'rgan ish ham sudgacha borishi mumkin. Masalan, ota vafot etgan, uy onaning nomida emas, farzandlar esa og'zak kelishgan. Keyin bir farzand o'z ulushini talab qilsa, hamma hujjatlarni qayta ko'tarishga to'g'ri keladi. 5-noziklik, ishonchnoma va firibgarlik xavfi. Yangi tartiblar haqida eshitgan ayrim firibgarlar odamlarni qo'rqitib, hujjatingizni to'g'rilab beraman, pensiyangizni oshirib beraman, kadastrni tezlashtirib beraman deb pul so'rashi mumkin. Men sizga qat'iy aytaman,
Rasmiy xizmatni rasmiy idora My.Bank.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali. Davlat xizmatlari markazi, pensiya jamg'armasi, kadastr organi yoki notarius orqali qiling. Begona odamga pasport nusxasi, bank karta raqami, SMS kodi, elektron raqamli imzo kaliti yoki shaxsiy kabinet parolini bermang. Ayniqsa 6 yoshdan oshgan ota-onalarga buni alohida tushuntiring. 6. Noziklik, imtiyoz va nafaqalar avtomatik berilmaydi deb o'ylash ham, hammasi avtomatik bo'ladi deb o'ylash ham xato. Ba'zi ma'lumotlar bazadan avtomatik olinadi, lekin ayrim holatlarda ariza, tasdiqlovchi hujjat, komissiya xulosasi yoki qo'shimcha ma'lumot kerak bo'ladi. Masalan, nogironlik, o'quvchini yo'qotganlik, kam ta'minlanganlik, parvarish nafaqasi, uy-joyga subsidiya kabi masalalarda o'ylaning real holati, daromadlari, mulkiy yashash manzili, tibbiy xulosalar va boshqa ma'lumotlar tekshiriladi. Endi nima qilish kerak? Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, JSHR tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, ajrim hujjati, familiya o'zgargan va bo'lsa tasdiqlovchi hujjatlar bir-biriga mos bo'lsin. Ism, familiya. Otasining ismi, tug'ilgan sana va joyda xato bo'lmasin. Bitta harf xatosi ham keyin ariza ko'rib chiqilishini cho'zishi mumkin. Ikkinchi qadam, ish tajingizni tartibga keltiring. Mehnat daftarchangizni toping. Barcha sahifalarni ko'zdan kechiring. Qaysi yillarda qayerda ishlagansiz, qaysi tashkilot yopilgan, qaysi joyda muhr noaniq, qaysi joyda buyruq raqami yozilmagan, bularni alohida ro'yxat qiling. Agar elektron mehnat ma'lumotlarini ko'rish imkoniyatingiz bo'lsa, u yerdagi yozuvlarni qog'oz hujjatlar bilan solishtiring. Farq bo'lsa, ish beruvchiga yoki tegishli idoraga murojaat qiling. Arxiv ma'lumotlarini oldindan oling. Eski ish joyingiz hozir mavjud bo'lmasa, o'sha tashkilot hujjatlari qaysi arxivda saqlanishini aniqlang. Arxivga murojaat qilganda to'liq ism familiyangiz, o'sha davrdagi familiyangiz, ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, tashkilot nomi, bo'lim yoki sex nomi kabi ma'lumotlarni yozing. Men bir paytlar ishlaganman deb umumiy yozmang. Qanchalik aniq yozsangiz, javob shunchalik tez va foydali bo'ladi. 4. qadam, pensiya masalasini pensiya yoshiga kelib emas, kamida 3-5 yil oldin boshlang. Erkaklar ham, ayollar ham o'z stajini, ish haqi ma'lumotlarini, imtiyozli davrlarini, harbiy xizmat yoki bolani parvarish qilish davrlarini oldin tekshirtirib qo'ysin. Agar siz 55 yoshda bo'lsangiz, hali 5 yil bor demang. Aynan hozir tekshirgan odam keyin xotirjam bo'ladi. 5. qadam. Mol-mulk hujjatlarini tekshiring. Uy yoki yer sizning nomingizdami? Kadastr raqami bormi? Maydon to'g'ri ko'rsatilganmi? Qo'shimcha qurilish rasmiylashtirilganmi? Meros masalasi yopilganmi? Ulushtorlar bor yo'qligini aniqlang. Agar uy hali marhum ota-onangiz nomida bo'lsa, meros ishini cho'zmasdan notarius orqali boshlang. Agar farzandlarga hadya qilmoqchi bo'lsangiz, avval soliq, kadastr, notarial xarajatlar va huquqiy oqibatlarni tushunib oling. 6. qadam, qarzdorliklaringizni tekshiring. Soliq organlari, majburiy ijro byurosi, kommunal xizmatlar, bank kreditlari va jarimalar bo'yicha ma'lumotlarni ko'ring. Kichik qarzdorliklarni ham e'tiborsiz qoldirmang. Chunki bugun ega ming so'm bo'lgan qarz ertaga penya, jarima yoki cheklov bilan kattaroq muammoga aylanishi mumkin. 7. qadam, rasmiy manbalardan foydalaning. Qonun matnini Lexuz orqali, davlat xizmatlarini My.Gov, uz orqali, joylardagi xizmatlarni davlat xizmatlari markazlari orqali tekshiring. Agar tushunmasangiz, mahalladagi mas'ul xodim, pensiya jamg'armasi bo'limi, notarius, advokat yoki tegishli davlat idorasidan yozma tushuntirish so'rang. Og'zaki gapni emas, yozma javobni saqlang. Chunki keyin nizoli vaziyat bo'lsa, yozma hujjat sizga yordam beradi. 8. qadam. Hujjatlarning nusxasini xavfsiz saqlang. Pasport, mehnat daftarchasi, diplom, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, kadastr, arxiv ma'lumotnomasi, sud qarori, tibbiy xulosa kabi hujjatlarni skaner qilib, alohida papkada saqlang. Lekin ularni begona odamga yubormang. Ayniqsa Telegram orqali hujjat tashlab bering, tekshirib beraman degan noma'lum odamlarga ishonmang. 9. qadam, ota-onangizga yordam bering. 65 yoshdan oshgan odamlar ko'pincha elektron xizmatlardan foydalanishda qiynaladi. Ular parol, SMS kod, elektron imzo, ilova, shaxsiy kabinet kabi narsalarni yaxshi tushunmasligi mumkin. Farzandlar ota-onasining hujjatlarini birga ko'rib chiqsin. Lekin bu yordam mas'uliyat bilan bo'lsin.
bank kartasini olib qo'yish, ularning roziligisiz mulkni o'tkazish, hujjatlarni yashirish kabi ishlar keyin oilaviy nizoga sabab bo'ladi. 10-qadam, ariza yozishni to'g'ri o'rganing. Har qanday idoraga murojaatda kimga yozayotganingiz o'zingiz haqingizdagi ma'lumot, masalaning mazmuni. Talabingiz va ilova qilinayotgan hujjatlar aniq bo'lsin. Masalan, 1998-1996 yillarda falon korxonada ishlagan davrim bo'yicha ish stajini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasi berishingizni so'rayman deb yozing. Oxirida sana telefon raqam va imzo bo'lsin. Ariza nusxasini va qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki raqamni saqlab qo'ying. Yana bir muhim maslahat, agar sizga bugun oxirgi kun, hozir pul bermasangiz huquqingiz yo'qoladi. Faqat men orqali hal bo'ladi desa, darhol shubhalaning. Qonuniy jarayonlarda muddatlar bo'lishi mumkin, lekin rasmiy idora sizdan yashirincha karta raqamiga pul o'tkazishni so'ramaydi. Har qanday to'lov rasmiy kvitansiya, bank yoki davlat xizmatlari orqali bo'lishi kerak. Demak, hurmatli yurtdoshlar, bu videodagi asosiy fikr bitta. Yangi qonun va yangi tartiblar davrida hujjati tartibli odam yutadi. Hujjatini kechiktirgan odam esa vaqt, pul va asab yo'qotadi. Ayniqsa 40-35 yosh oralig'idagi fuqarolar ish staji, pensiya, mulk meros, qarzdorlik, nafaqa va shaxsiy ma'lumotlarni hozirdan tekshirish kerak. Muammo chiqqandan keyin yugurishdan ko'ra. Bugun 2 kun vaqt ajratib, hammasini tartibga keltirish ancha oson. Men sizga qo'rqitish uchun emas, ogohlantirish uchun gapiryapman. Qonunni bilgan, hujjatini tekshirgan, rasmiy manbaga tayangan odam o'z huquqini himoya qila oladi. Bilmagan odam esa ko'pincha boshqalarning gapiga ishonib, keraksiz xarajat qiladi yoki muhim muddatni o'tkazib yuboradi. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, masalan, pensiya staji tan olinmagan, kadastrda xato chiqqan, meros rasmiylashmay qolgan yoki arxiv hujjatni topishda qiynalgan bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Boshqa yurtdoshlar ham sizning tajribangizdan xulosa qiladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni dartibi yoshdan oshgan yaqinlaringizga albatta yuboring. Chunki bitta vaqtida ko'rilgan video keyinchalik oylar davom etadigan sarsonlikdan asrab qolishi mumkin.